Assalomu alaykum. Bugun Antinews kanalida ajoyib bir ish qilamiz, ya'ni dildan bir suhbat quramiz. Xo'p, Newro'zni nima u o'zi aslida? Bilaman, juda ko'p bunaqa videolar, lekin buni o'zgacha bo'ladi. Insonning qalbiga, xarakteriga, miyasiga yetib boradigan darajada qurishga harakat qilamiz. Xo'p, Newroz nima o'zi? Ko'plar nevrozdan qiynalishi, nima uchun uni bartaraf qilishda xatoliklarga yo'l qo'yyapti, nima unga plyus, nima unga minus bo'lyapti. Hammasini bir boshdan gaplashamiz, xudo xolasa. Yaxshilab o'tirib olinglar. Obunachilarimiz, davay layklarni ayamaymiz. Qani bismillah. Xo'p, nevroz nima? Nevroz insonni umumiy xarakterini shakllantirib ko'rsatib beradigan bir xarakter. Oliy xarakter. O'sha xarakter insonni, misol uchun doirasi bo'ladi, deylik, hamma narsani me'yori bor, hamma narsani chegarasi bo'ladi, to'g'rimi? Nevrozda ham, xarakterda ham insonni chegarasi bo'ladi-da. O'sha narsadan chiqib ketishlik, o'sha chegaradan, xarakteri aziyat chekaverishidan chiqib ketadigan natija, ya'ni o'sha yerdan nima deydi, chizig'idan chiqib ketishlik, o'sha insonga nevroz kelishi. Endi qarangda, nevrozda inson birinchi marta tushadi. Hamma dunyoga bir marta keladi, to'g'rimi? Ustiga nima tushishini bilmaydi, boshiga nima kun tushishini bilmaydi-da. Birinchi kun boshiga tushgan musibatlar, sinovlar, sabrli holatlar bo'lib qolsa, inson boshida o'zidagi vaziyatni tushunmaydi, bora anglash boshlanadi, to'g'rimi? Keyin ko'nikadi, ko'nikkandan keyin chiqib ketishni boshlaydi. Nevrozni o'zi bitta narsa-da. Nevroz mana hozir misol uchun bilmaysiz, bugun o'tiribdi bir inson, ertaga nevroz bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, u insonga qancha tushuntirsangiz ham, go'yo u inson qalbi xotirjam bo'lishga harakat qiladi, lekin miya boshqa yoqda kontuzionniy holatda bo'lib qolaveradi-da. O'sha narsalardan aziyat chekurib insonda xohish, istek, o'shani nima deydi, turmushi hammasiga ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Endi bu insonlarni shu holat bilan qiynalayotganligi birgalikda shu reaksiyalar bo'lish orqali ikkalasi birlashib, to'g'rimi? Tuzalish davriga ham avtomatik o'tadi baribir. Chunki mana insonda agar nevroz bo'lmaganda bu siqilishiga, bu nimasiga, stressiga juda katta kasalliklar bo'lishi, million xil kasalliklar bor. Xudo shuni berdi sizga, xo'p, mayli, asrab avaylang shu nevrozingizni, misol uchun-da. U nevroz nima? A tochkadan B tochkagacha boradigan bir masofa deb qabul qiling. Nima muammo? To'g'rimi? Misol uchun boshlandi, hamma narsani boshlash qiyin, tugashi oson. Hamma narsa, mana quyoshni ham chiqishi bor, botishi bor. Kunni tunga, juda ko'p tasvirlarda kelgan-ku bu holatlar. Bu nevroz ham butun umr o'lgunizcha bekayfiyat holatda yurish yoki to o'sha yoshingizni yashagunizcha faqat sizni nevroz bezovta qiladi degani emas. Nevroz bezovta qilayotgan narsa nimaga bezovta qilyapti? Siz o'sha signal, o'sha simptomlarni tushunmaganingiz uchun bezovta qiladi. Inson bir marta miyasiga, o'ziga xarakteridan kelib chiqib tushuntirib, o'zi xohishi bilan psixoterapiyani o'rganib harakat qilsa, mana qo'limizdan bir necha yuzlab insonlar tuzaldi. Yuzimizni yorug' qildi shuncha kungacha, Allohga behisob shukr. Nima demoqchiman? Qanaqadir sizga dorilar taklif qilishyapti, qanaqadir preparatlar taklif qilishyapti, to'g'rimi? Agar siz shu vaziyatdan, misol uchun, shu dori yoki bir preparat bilan chiqib ketganingizda, значит, siz kasal bo'lgan bo'lardingiz. Sizga nega ta'sir qilmayapti? Chunki sizni xarakteringiz bilan bog'liq muammo. Bu kasallik hisoblanmaydi baribir. Tushunyapsizlarmi? Kasallik bo'lganida men уже 10 yil oldin kasal bo'lib ketgan bo'lardim. O'shaning uchun ko'proq nevrozda kelayotgan sabablarga, nevroz bilan kechayotgan kunlaringizga ahamiyatli bo'ling. Ko'p o'zingizni nazorat qilmang. Nimaga nazorat qilasiz? Umuman qilmang, tavakkal yashang. Bundan oldin qanaqa yashagansiz? To'g'rimi? Unda eslasangiz, yaxshi yashaganman deb o'ylaysiz, lekin bosimda yashagan bo'lasiz. Nevroz bo'lgan
nevroz bo'lmoqchi bo'lgan odamda shu bosimi bo'ladi. Lekin nevroz bo'lgandan keyin eski holatini sog'inib qoladi. Yo'q, eski holatingiz aslida nevroz qildi. Hop, nevroz tugagandan keyin yangi hayot bor, yangi bundoq ochilish bor insonni xarakterida. Bizani mentalitetda bilasizlarmi nima degan narsa bor? Insonni xarakteri tuzatib bo'lmaydi, bukur-rugur tuzatadi, to'g'rimi? Ana har xil shunga o'xshagan gaplar bor-ku. O'shanaqa gaplar nevrozga oid gap kelmaydi, nevrozga oid emas. Tushunyapsizlarmi? Bosim nimadan keladi? Bosim sizni ishlaringiz, sizni dunyoqarash, oila, tushunyapsizlarmi? Oila bilan kelishmovchilik, ish bilan kelishmovchilik, shaxsiyatingiz xohlayapti ko'p narsani. Lekin atrof muhitingizdan kelib chiqib, u narsani qila olmasligingizga nevroz deyiladi o'zi. Biza mana shu joyda yurishimiz kerak sizlar bilan, aziz muxlislar bilan, bizani kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Sizlar ikkinchi darajali muammoni birinchi o'ringa qo'ygansizlar. Simptom, bosh og'rig'i, kasallik qidirish va hokazo. Ular misol uchun kasallik qidirsangiz, qidirmasangiz o'sha kuningiz o'tadi-ku, misol uchun. To'g'rimi? O'shaning uchun insonda aql bor-ku, nevroz vaqtida zo'r ishlaydi. To'g'risini aytaman, sog'lom odamga qaraganda nevroz odamning aqli zo'r ishlaydi. O'sha aqldan foydalangan holatda psixoterapiyani zo'r o'zlashtiringlar o'zingiz uchun. Bunga ham bitta misol-da, mana misol uchun bir qo'polroq misol bor. Bir inson jinoyat qildi, deylik, qamalib qoldi. Jinoiy qilgan ish uchun qamaldi. Misol uchun 1 yilga qamoqqa tushdi. 1 yil ichida u inson o'zini nima qilsaki qiladi, baribir 1 yildan keyin ozod bo'ladi, to'g'rimi? Boshida yig'lar, boshida siqilar, rahmi keladi bola chaqa ota-onasiga, to'g'rimi? Misol uchun-da. Keyin u yerda kollektiv orttiradi, baribir-da, misol uchun. Tushunishim bo'yicha sizlarni tushuntirishimdan kelib chiqib aytib beryapman. Sizlar ham tushunasizlar degan umiddaman. Vaziyat уже sekin-sekin yaxshilashib boradi, chiqishiga umid bo'ladi, vaqtlar ham kamayadi, to'g'rimi? Baribir o'rganadi. Shu holatdan chiqadi, bo'ldi, kelajakda shu ishni qaytib qilmaydi, misol uchun. Nevroz ham sizlarni shunaqa pils terapiyalar ko'p ishlaydi. Tushunyapsizlarmi? Zato sizlar uydasizlar, ishdasizlar, oiladasizlar, lekin o'zi bilan inson o'zi ovora bo'lib qolishga nevroz deyiladi. Endi buni misol uchun qo'lni ko'tarib bo'ldi, men endi shundan o'tib ketsam kerak, men mana 20 yil bo'ldi nevroz bo'lganimga, 15 yil bo'ldi, voy men 18 yillik nevrozlar bilan ishladim. Hozir ahvoli juda zo'r. 14 yillik nevrozlar bilan ishlaganman, misol uchun. Men o'zim hayron qolganman, bular kamida men yonimda 1 yil yuradi-yu, ishlash kerak men bilan. 1 yil degandan haftada 1 marta, 2 marta gaplashib ishlaniladi-yu desam, bir xillarni ichida o'ti bo'ladi, ishlab yaxshi aniq qilishgan, natijalarga erishib. Mana hozir bemalol xotirjam yashashyapti. Endi nima nevrozni yana nima ko'proq yoritadigan bo'lsak, ko'plar bizada nevrozni baribir bir qiyinchilik bilan bir kasallik sifatida qattiq qarashni o'rgatib qo'yishadi-da. Ko'p tibbiyotda shunaqa tushuntiriladi nevroz. Endi baribir boshdan o'tgan tabib deydi-yu, mana biz nevroz bo'ldik, harakat qildik, izlandik, ustimizda ishladik. Bu shunchaki shu ichimizdagi bosim bilan o'rtoq sifatida kelishib, uni reaksiyasidan qo'rqmay, bir muddat shu holatda yashadik, shu bilan insonni bosimlari tugadi. Xo'p. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta qo'ng'iroqcha tugmalarini bosing. Antinevroz kanaliga obuna bo'linglar. Xudo xolasa bundan buyon yaxshi videolarni, sifatli videolarni olishga qaror qabul qilganmiz bu yili, xudo xolasa. Kanalimizga обязательно obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.